Farg'onada 1 kilo choyxona oshining narxi nech pul? Hozir sizlardan buni bilib ko'ramiz. Favvora choyxonamizda 1 kilo osh narxi 350 ming so'm. Ichida tuxum qazi kavotelari bonus. Men nomimdan odamlar kelishsa, qanaqa bonus qilib berasizlar yana? Siz nomingizdan kelishsa, skidkalar qilib beramiz. Bo'ldi, gap yo'q, rahmat. Nech puldan? Akalar, Kavsar choyxonasida 1 kilo oshimiz narxi 350 ming so'm. Katta xonalarimiz 40 ming so'm joyiga olinadi alohida, kichkina xonalarimiz 30 ming so'm. Men nomimdan kelishsa, skidka qilib berasizlarmi? Ha, aka o'tib beramiz aka. Joy olinmaydi va 5%, 10% hisobida skidka qilinib beriladi aka. Bo'ldi, rahmat katta aka. Nazarov Rek nomidan chiqib ko'rasizlar. Sog' bo'ling. Mebelni choyxonamizda 1 kilo oshimiz narxi qancha aka? Xudo xohlasa aka 1 kilo oshimiz 390 ming so'm. Choylar va joylar bepul bo'lgan holda xizmat qilamiz va albatta o'zimizning asl choy va go'shtlaridan eng yaxshi mahsulotlardan xudo xohlasa chiroyli ishtoshlar chiqaraveramiz. Taklif bizdan, tanlov o'zingizdan. Masalan, kutib olamiz sanoat turasida. Aka, Diydor choyxonasida 1 kilo oshimizning narxi nech puldan? 380 mingdan bo'lyapti aka. Joyimiz-chi? Joylarimiz tekindan. Darxon choyxonamizda 1 kilo oshini narxi 330 ming so'm, xona narxi 50 ming so'm aka. Ha, agar obunachilari men nomimdan kelishsa, qanaqa skidka qilib berasiz? Agar siz nomingizdan kelishsa, xonani tekin qilib beramiz aka. Demak, shunda 1 kilo oshimiz narxi 330 ming so'mga to'g'ri keladi, shundaymi? Xuddi shunday aka. Aka, rahmat katta aka, sog' bo'ling. Tamam. Yaxshimisiz? Farg'onadagi choyxonalarda obzor qilyapti narxlarni. 1 kilo oshimizning narxi qanchaga choyxona? Bizda aka 370 ming 1 kilosi. Bo'ldi aka, rahmat. Mirgul choyxonasiga keldim. 1 kilo oshimizning narxi 340 ming so'm, xonalarda narxi 20 ming so'm. Sizgachi qaysi choyxona ko'proq yoqadi? Bu videoni oshni maza qilib qo'yadiganiga jo'natib qo'yamiz.